Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Biz 72-dars bo'lish mavzuni uy vazifalarini qanday bajarishni ko'rib chiqamiz. Ushbu darsimizda 11-mashq uy vazifasi sifatida berilgan. Mashq sharti quyidagicha ekan. Aytayaptiki, murakkab masalani yeching deyilgan. Xo'p, masala murakkab emas, shunchaki masala shartini to'g'ri tushunsak bo'ldi. Xo'p, masala sharti quyidagicha ekan. Imtihon paytida har bir o'quvchiga 2 tadan qalam berilishi kerak. Qutida 8 ta qalam bor. Sinfda 32 nafar o'quvchi o'qiydi. Demak, mana shu joyda biz ancha ishlarni hal qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, e'tibor bering. Birinchi qiladigan ishim, sinfda 32 nafar o'quvchi borligi ma'lum menga. 32 nafar o'quvchiga xo'p, 2 tadan qalam berilishi kerakmi? Demak, 2 ga ko'paytiraman. Demak, 64 ta qalam kerak. Xo'p, endi e'tibor qiladigan bo'lsam, masalan, shartda mana bu joyda 8 ta qalam bor degan qismiga e'tibor bermay o'tdim hozircha. Nimaga unda? Chunki menga hozircha bu kerak emas. Xo'p, men bildimki, sinfdagi o'quvchilarga 64 ta qalam berilishi kerak ekan. 64 ta qalam endi qutida necha quti bo'ladi degan savol beraman. Ya'ni 64 ta qalam, ya'ni tushunarliroq qilib yechishga harakat qilamiz. Necha quti bo'ladi? Xo'p, e'tibor qilamiz. Demak, qutida 8 ta qalam bor. Demak, bir quti qalam 8 ta ekan. Buning uchun nima qilishim kerakmi? 64 ni ichiga bo'laman, 8 ga bo'laman. Ya'ni nechta qutiga joylashadi mana shu 64 ta qalam degan savolga javob berish shu. Demak, 8 quti. 8 quti qalam ekan. Demak, imtihonga yozamiz. Men o'zimiz uchun topgan ma'lumotni yozib qo'yaman. Imtihonga 8 quti qalam kerak. Demak, bu masalani hal qilishimiz mumkin bo'lgan barcha muammolarga javob bo'ladigan ma'lumot. Ya'ni biz buni hozir aniqlab oldik. Endi shart A shart. Imtihon uchun necha quti qalam sotib olinishi kerak? Demak, o'zi to'g'ridan-to'g'ri biz A shartiga javob berib qo'yamiz. 8 quti. 8 quti qalam olish kerak. Hop, endi B shart. Agar bir quti qalam 22 ming so'm bo'lsa, qancha pul to'lash kerak? Demak, B shartga javob beraman. Bir quti qalam 22 ming so'm. 8 qutisi qancha desa, 8 ko'paytirib 22 ming so'm deymizmi? 8 ko'paytirilgan 22 ming so'm. Hop, endi 22 ming 8 ga ko'paytirib olaman mana bu joyda. 0 0 0. 8 kare 2 16. 16 ning oltisi bir yoqda, 8 kare 2 16, bir yoqdagi bilan 17. Demak, 176 ming so'm. Demak, imtihonga sotib olingan qalamlarning miqdori 176 ming so'mga teng bo'lar ekan. Ushbu kupyuradan qancha qaytim qoladi deyilgan mashqimiz sharti. Ya'ni bizga rasmda berilgan kupyuramiz 200 ming so'mlik kupyura rasmda berilibdi. Demak, 200 ming so'mlik kupyura berilsa sotuvchiga, u qancha qaytim qaytib beradi? Ya'ni biz qalamlarni olganimizdan so'ng. Demak, bu D shart. 200 mingdan ayiraman 176 ming so'mni. Xo'p, mana bu joyda ayirib olamiz. Buni ham 200 ming ayrilgan 176 ming. Xo'p, 0 0 0. Endi mana bu joyda xo'p 0 dan 6 ni ayirishim kerak. Shuning uchun 6 dagi 0 dan 1 qazo olib turaman va u 0 ni 10 deb tasavvur qilaman. 1 qazo olsam 10 bo'ldi. 10 dan 6 ketsa 4. Endi bu yerda 9 qolgan. 9 dan 7 ketsa 2. 24 ming so'm. Demak, sotuvchi bizga 24 ming so'm qaytim beradi yoki 24 ming so'm qaytim qoladi deyishimiz mumkin. Hop, qaytim qoladi. Qadrli do'stlar, demak biz ushbu mashqni yakunladik va biz 72-darsni uy vazifasini qanday qilib bajarishni sizga o'rgatdik. Kanalimizga obuna bo'ling va darslarimizni kuzatib borishni unutmang. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz sizlarga 4-sinf matematika darslarining murakkabligini hamda maktabda dars vaqtida vaqt yetkazish qiyinligini hisobga olgan holda 4-sinf matematika onlayn kursini taqdim qilamiz. Onlayn kursimiz barcha 2-qismdan boshlab 2, 3, 4 qismlar darsliklarni qanday qilib bajarishlarini tushuntirilgan holatda tayyorlangan video darslardan iborat. Onlayn kursimiz Telegram yopiq kanalda bo'ladi. Uni siz istalgan paytda, istalgan joyingizda
ko'rib olishingiz va mavzularni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizning kursimizga a'zo bo'lganingizdan keyin siz YouTube'larda darslarni qidirib o'tirmaysiz, har bir dars tartib bilan avtomatik ravishda kanalimizga joylab qo'yilgan. Ya'ni bunda siz darslarni o'zlashtirishingiz, o'zingiz tushunmay qolgan misollarni bemalol ko'rib olishingiz hamda qo'shimcha metodik materiallarga ega bo'lishingiz mumkin. Onlayn kursimizga ulanish narxi 1 martalik to'lov 25 ming so'm. O'quvchilarni hisobga olgan holatda biz juda ham arzon holatda taqdim qilganmiz. Kurslarga ulanish uchun Telegram orqali Sirojdomla akkauntiga yozishingiz mumkin bo'ladi.